Qani Umidjon kirchi xonaga. Kecha o'tirchi. Anchadan beri kutyap turganingni aytishdi. Nimalar boshlab yuribsan? Bu qayerdan keldi? Domla, onam baytda farrosh, men bundan uyalmayman. Ona hamma kir joylarni tozalaydi. Baytda tinmay mehnat qiladi. Ha, bilamiz. Tongda xo'rozdan oldin turib, cho'xta somsa pishiradi. Har doim qorni og'riydi. O'zi pishirgan somsasidan bir dona bo'lsa ham yemagan. Men shuning uchun 3-4 kun ishlab mana shu pechni olgandim. Shuning uchun bizning maktabimiz nomidan bersangiz, men ko'p ishlaganimni va darslardan qolib ketganimni bilmas edi. Sotishga ruxsat bering, somsalarni iltimos domla. Umidjon, onang bizni maktabga juda ko'p yaxshiliklar qilgan. Tozaliklarini anchadan beri saqlab yuradi. Sen bu gaplaring bilan bilasanmi hozir nima qilding? Meni kir qalbimni tozalading o'g'lim. Sendek farzandi bor onang sendan bemalol faxrlansa bo'ladi bolajonim. Yaxshi kelishdik. Ertaga unda onangni birgalikda bir xursand qilamiz, ha? Kelishdikmi? Yaxshi, yur bo'lmasa. Xo'p, hurmatli bolajonlar. Hammalaringga sir emaski, mana shu Sodiq opamiz maktabimizda anchadan beri faoliyat yuritadi. Sodiq opamiz xonalarimizni tozalab, koridorlarimizni tozalab, ozodaligini doimo saqlab kelgan. Sodiq opa, sizga maktab jamoamizning nomidan mana shu pechni sovg'a qilib bermoqchimiz. Xudo xohlasa, ertadan boshlab bemalol somsalar pishirishingiz mumkin. Ana u yerda sizga atab bitta butka yasadik. Mana shu butkada bemalol faoliyatingizni ko'rsatib, somsalar sotishingiz mumkin, opa. Mana shu maktab jamoamizning nomidan sovg'a, bolajonlar.